Kunlarmi ketdi, tunlarmi ketdi. Hayot to'g'risidagi chatma hissiyotlarim 4-qism. Avtori Mavlon Yasin. Hayot degan nurg'unlagan parcha-purat, ushshaq-tushshak, tartibsiz, tarqoq, tasaddibiy ishlarning yig'indisi. Hayot asla hech qanday ma'nosi yo'q bir varaq oq qog'oz. Siz uningga qanday ma'no bersangiz, u shundoq ma'no bilan yoziladi. Hayot har kishi o'zining hayotiga bergan aniqlamasiga asosan ma'noga ega bo'ladi. Bu hayotga nimalar yoziladi va qanday ma'no beriladi, o'zingizmi bilmay qolasiz. Men asli Amerikaga millat va vatanning davosini qilaman deb chiqmagan. Gerçi Amerikaga kelgandan buyon o'qish, xizmat qilish, oila turmushini ritmga silish jarayonida nurg'un millatparvar azimatlarning ilhomida millat va vatan davosidan shakllangan qaynam iqim ichida bir cho'kib, bir o'rlab uzib kelgan bo'lsammi. Ikkinchi Cumhuriyet halak bo'lgandan keyin Uyg'urlar Xitoyning uzluksiz atalmış inqilobiy harakatlarining Boran chapqun ichida yashab keldi. Bu harakatlarning ba'zilarining ismini eslab baqay. Shiniman bu ismlarni anglaganda nurg'un kishilar xiyoli hissiyotga cho'kib ketishi mumkin. Chunki bular mush harakatlarning dengizida uzib kelgan. Hayot mush harakatlarning to'lqinida chaqilib kelgan. Ideaviy o'zgartish, ta'tir inqilobiy bostirish, uchga qarshi va 5ga qarshi turish, davlat bilan shaxslar sheriklashish, yoshirun ta'tir inqiloblarni tozalash, cho'ng sayrash va cho'ng munozara qilish, o'ngchillarga qarshi turish, 4ni tozalash va 5ga qarshi turish, lipingdan o'g'inish, dehqonchilikda dozaydan o'g'inish, sanoatda dachangdan o'g'inish, madaniyat inqilobi, ziyolilarning yezg'i berish harakati, birni o'rib, 3ni tozalash. Linbiao va Kongzini tanqid qilish, Deng Xiaopingni tanqid qilish va o'ngchil delo og'dirishga qarshi turish, 3 xil kishilarni tozalash, ruhiy bulg'anishni tugitish, burjuaziya erkinligiga qarshi turish, Amerikaning tinchlik bilan davlatimizni o'zgartishiga qarshi turish, Sovet Shijongjuyiga qarshi turish, vatanparvarlik tarbiyasi, kuchga vakillik qilishning muhim ideyasini o'rganish va amaliylashtirish, shiriklikka qarshi turish, islohotni umumyuzlik cho'nqurlashtirish, banditlarga zarba berish va razillikni yo'qotish alayda faoliyati, yerlik millatchilikka qarshi turish, bo'lgunchilarni tozalash, diniy radikallarni tozalash, chet elga bog'langan unsurlarni tozalash, arablashishning oldini olish, arablashishni tozalash, qo'sh tillik tarbiyasi, Uyg'urcha barliq nashriyatlarni yo'qotish, islomga munosabatlik barliq odam ismlarini va atalg'ularni tozalash, ommaviy so'rinda Uyg'urcha so'zlash qonunsiz qilish, islomcha salomlashishni cheklash, Uyg'urlar o'zini turk deyishdan cheklash, umumyuzlik erkiy qirg'inchilik qilish qatorliq son-sanoqsiz harakatlar. Bu harakatlarning har birisi Uyg'urlarning tog'dek to'langan jasadlari va daryo kabi oqqan qonlari bilan yozilgan. Bular mening hayotimga bo'lgan hissiyotlarimning shakllanishiga o'z to'kpisini qo'shgan. Hozir dunyoning har yerlarida yashayotgan Uyg'urlar bu harakatlar, bu qirg'inchiliklar va bu vahimalik kecha-kunduzlarning hammasini yoki bir qismini boshdan kechirdi. Menmi mushu intayin g'ayri va distorsiya bo'lib ketgan davrda yashabdiman. Bu davrda yashagan Uyg'urlarning garchi ko'pchiligining ahvoli va ko'z qarashi o'xshamasimi, ammo ko'rgan, anglagan va boshdan kechirgan sezgirishlari o'xshab ketadi. Garchi ba'zilar go'mishlikni tanlagan, ba'zilar sezgir yashagan, ba'zilarning qalbining cho'nqir qatlamida o'chmas tog' chekilgan, ba'zilar parvo qilmay yangi hayotga moslashgan. Mening boshlang'uchdan oliy maktabgacha olgan tarbiyam asosan materializm dunyo qarashi va materializmchilik tarix qarash. Masalan, koni jamiyat va yangi jamiyat degan nima? İbtidai jamiyatdan kommunizmga qandaq o'tish, barliq aksiyatchilarni og'dirib tashlab
bütün insoniyatni ozod qilish, dushmanga rayimsiz bo'lish qatorliqlarni burch qilib, mingimizni yuyib kelgan. O vaqtlarda tegi-taktini tushunmabdi ekanman. Xitoy deyotgan dushmanning mo'yin bir qismi Uyg'urlar ekan. Sharq Turkistonda asosan Uyg'urlar ekan. Xitoy deyotgan materializmlik dunyo qarash va materializmlik tarix qarash amaliyotda marksizm va leninizm bilan ong'i munosabati yo'q. Asosan Xitoyning yovvoyi madaniyatini aks ettiradi. Ta Amerikaga kelguncha mening Uyg'ur tarixini o'rganadigan fursat, imkoniyat va reallik muhitim mavjud emas edi. O'zimmi bundaq muhitni qiziqib izlamagan ekanman. Men atalmish Xinjiang Universiteti matematika fakultetining o'qituvchisi edim. Bütün zehnim bilan qiziqarliq va sirliq matematika dunyosiga mastona bo'lib ketgan edim. Xizmatimni intayin so'yatdim. Ayolim inglizcha fakultetining o'qituvchisi edi. Qo'l ilkimizda bor va turmushimiz xotirjam edi. O davrda mening eng cho'ng orzuyim Amerikada o'qib, yana shu atalmish Xinjiang Universitetiga qaytib, professor bo'lib, bolalarni tarbiyalab, yaxshi uy va yaxshi maoshga erishib, Uyg'urlarning ilm-fan markazi bo'lgan Urumchida e'tibor bilan yashashdan halqib ketmagan. Xitoyning zulmida yashashni bir xil ongsiz holda qabul qilib qopti ekanman. Meni chaqmagan yilon 100 yil yashasin. Xitoyning uzun yillik mustamlik siyosati va bu siyosatni jonliq amallashtirishda beparvolik va bexudlik menga ta'sir bo'lgan ekan. Benormallikni va adolatsizlikni anglaganda, o'qiganda yoki ko'rganda sukut turatdim yoki oz so'zlaydim. Hissiyotning kayniga kirishdan o'zimni epqachatdim. Amerikaga kelib, qapazning sirtiga chiqib, qapazning ichiga qarash mening dilimni ishg'ol qildi. O tugmas azob uqubat, dengiz kabi adolatsizlik, shayton va azozul bosgan zimin, ornumus va haqoratlangan vijdon, bosqinchilikqa uchirgan oq ko'ngil, xohlagancha qirg'inchilikda to'xtamay oqqan qon, yoz kechasidagi qonliq miltiq ovozi, qorliq qish faslida sarsam bo'lgan oilalar, umidsizlangan pok ruhlar, nahaq o'lganlarning arvohlari, har vaqt tutqun bo'lishga ideyaviy tayyorlik bo'lish va hokazolar. Mening barliq o'y xiyollarimni, g'am andishlarimni va jismoniy charchashlarimni har tarafdan qamab oldi. Shuningdan boshlab men bu quyundan chiqolmay nishonsiz peqirab laylab yuraman. Vatan da'vosi degan bo'lsa qaymas kasal mang'imi yo'qdi. Malla emas Uyg'urlar asosan mushu psixikalik holatda yashab keldi. O'zining taqdiriga bo'lgan umidsizlik, azob oqibatni madhilash, dard alamni ichiga yutish, hayotni buyumlashtirish, hayvon kabi bosh ko'tarmay yashash, qulluqni qabul qilish, hatto qulluqdan bir xil shirin tuyg'uni va xushallik kayfiyatni tarbiyalash. Bu odam yeydigan an'anaviy madaniyat va ming yush ma'rif sistemasi Uyg'urlarni erkinlik va izzat hurmatga parvo qilmay jon beqish qo'ydan boshqa narsaga diqqatini berolmas qilib qo'ydi. Men Amerikaga kelgandan beri Amerika pardasida turmush kechirib kelyapman. Bu chatma yozmalarim bir sistemalik yozma emas. Faqat giralishib ketgan hayotimga ixtiyoriy xotira. Cho'nglarga nisbatan bir aski elish, yoshlarga nasihat bo'lib qilishni maqsad qildim. Har xil hokimiyatlar yoki davlat boshqarishidagi zo'ravonlik yurgizgan qirg'inchilik ichida kishini eng hayron qoldiradigan va cho'chitadigan qirg'inchilik bo'lsa, urush jarayonida o'zaro o'ltirish emas, balki zo'ravonlik kuch bilan bartaraflama ojiz va kuchsizlarni qirish. Bu xil hokimiyatlar tarafidan o'ltirilgan kishilar an'anaviy mustabid hokimiyat ostidagi to'polonchilar yoki og'dirmachilar emas, balki zamonaviy totalizm ostida itoatman puxra bo'lishga tirishadigan oddiy kishilar. Xitoy ishg'olida o'ltirilgan 10 milliondan ortiq Uyg'urlar asosiy jihatdan itoatman puxra bo'lishga tirishgan oddiy kishilardir. Bularning barliq jinoyati faqat Uyg'ur bo'lishdan iborat. 20-asrda ikki xil zamonaviy totalizm barliqqa kelgan: fashizm va kommunizm.
Ammo nasist fashizmning irqiy qirg'inchiligiga selishtirganda kommunist totalitarizmning sinfni yo'qotish shior ostidagi qirg'inchiligi texmi uzun davomlashdi. O'ltirish doirasi texmi keng bo'ldi. Usuli texmi rahimsiz bo'ldi. Nasistlarning umumiy qirg'inchilik siyosati Ikkinchi dunyo urushidan burun bo'lgan bo'lsa-mu, cho'ng qirg'inchilik asosan Ikkinchi dunyo urush mezgilida elib berilgan. Qirg'inchilik yakka guruhini nishon qilgan. Kommunist totalitarizm sinfini yo'qotish shiori ostida barliq odamlarga qirg'inchilik elib borgan. Ham bu qirg'inchilik tinch davrda ijro qilingan. Kommunizm nomida Stalin va Sovet Kompartiyasi, Mao Zedong va Xitoy Kompartiyasi, shundaqla Sharqiy Yevropa, Osiyo va Latin Amerikasidagi kommunist hokimiyatlari 100 milliondan ortiq odamni qirg'in qilgan. Xitoy hukumatining aloydiligi bo'lsa, u fashizm, kommunizm, totalitarizm va yovvoyiliklardan yug'urilib yetishgan. Men buni Xitoyizm deb atayman. Xitoyning dаңliq yozuvchisi Lu Xun Xitoy madaniyati texicha odam yeydigan madaniyat deb yozgan. Mao Zedong o'zini kommunizm bilan Qin Shi Huangning birlashmasi deb mag'rurlangan. Uyg'urlar mushu Xitoyizmning ishg'oli ostida yashayotgani 85 yil bo'ldi. Mening butun hayotim mushu Xitoyizmning bevosita hukmronligida yoki kundalik ta'sirida o'tibdi. Mayli vatan ichida bo'lsin yoki sirtida bo'lsin, qaysi Uyg'urlar Xitoyizmning ta'siridan, terrorligidan va qaboatlik tushidan ozod bo'la oladi? Men yuqorida yezib o'tgan Xitoyizm davrida elib berilgan harakatlarda 10 million Uyg'ur qirg'inchilik uchirdi desam, mening so'zimga qo'shilmaydiganlar bormi? Men boshlang'ich va o'rta maktabda o'qiyotgan vaqtlarimda har oyda degidek G'o'lji shaharlik maydonda ochiq sud echib, nurg'un odamlarga o'lim jazosi beradi va darhol ijro qilmasak xalqning g'azabini tinchlantirolmaymiz deb qonayda vaqirab, bu jinoyatchilarning qo'llarini chambarchas bog'lab, mashinaga besib, jazo maydoniga elib chiqib etib etadi. Bu o'lim jazosiga uchirganlar asosan Uyg'urlar edi. Bularni G'o'ljidagi Sesiqko'l, Jirg'ilang va Qardongning ustidagi Xuntaji, Xagosan degan joylarda atadi. Mahbuslarning qo'llarini dumbisiga bog'lab, yerga qator tizlantirib o'ltirg'izadi. Jallod miltiq bilan mahbusning beshining keyniga atadi. Mahbuslar o'q ovoz bilan yerga dumchishadi. Beshi yerga tegib qolgan bo'lsa-mu, lekin yiqilmay do'ng'uyib jon berganlarmi bo'lgan ekan. Bundaqlarning qo'ng'iga tepib yotqizib qo'ydi ekan. Goy mahbuslar etishdan burun qo'rqib, yurki qepidan chiqib, o'zsiz yetib qoladi. Bundaqlarni ikki Xitoy beligidan so'rab, jazo maydoniga opirib, qo'ltiqidan yo'lab tartib tutib turadi. Ondan jallod bu ikkisining o'ttirisidan miltiqni mahbusning beshiga tanglab o'q chiqaradi. Agar tunji o'q ajallik bo'lmasa, mahbus o'lgicha davomli o'q chiqaradi. Ba'zilarning deyishicha, ijro qiluvchilar G'o'lji Harambog' mustaqil batalyonining askarlari ekan. Bu mahbuslarning qimmatlik va mukammal a'zolarini kesib oladi. Ondan jasadni shu jazo maydonining yaqin atrofida ko'ydirib, qoldiqlarini shu cho'l dashtdagi nomsiz azgonlarga ko'mib etadi. Jasadni yig'ib olish uchun oilasiga uqtirish qilmaydi va elib ketishga ruxsatmi bermaydi. Oilasidagilarmi jasadni akilib dafn qilishdan qo'rqadi. Bu jasadlarning kullari qumlarga ko'milib, to'plarga milinib, shexillarga qo'nib, bo'shliqqa to'zib g'oyib bo'ladi. Qoldiq so'ngaklar yillar cho'llikda sarson bo'lib, tabiatning qo'yniga kirib ketadi. Nurg'un odamlar bu atqan jarayonni ko'rgan bo'ladi. Men bu ijro maydonidagi kayfiyatning intayin qo'rqinchli ekanligini, u yerdagi havoda hech qanday oksigen qolmagandek his qilgan edi. Ularni atqanda ko'zini etibmi qo'ymaydi. Shuvar to'lab qolmasin deb og'zini ocholmas qilib qo'ydi ekan. Tilining ustiga bir tal eg'ir narsani bostirib qo'ydi ekan. Bularning ko'zlaridan eqib chiqqan umidsizlik, chorisizlik, alaqizada, qo'rqish, tushunmaslik, charchig'anlik, og'irnish, dard, azob,
dard alam, hasrat, nafrat, yerginish bularga qargan odamlarning ko'zini tashqi qilib yezib turadi. Yuragiga dahshatlik pichoq sanjigandek yoki qor tumanning ichida nafas ololmagandek ta'sir beradi. Bu mahbuslarning ko'pi etib o'ldirilishdan ilgari chiroylari tatargan holatda gap qilmay sukut turadi. Men o'ylayman, bu mahbuslar o'lim jazosiga hukm qilinib, beshining kaynidan beshib kiriladigan o'qni kutib turish ularning hayotidagi eng qattiq zarb. Bu qisqa vaqtda ularning psixikasi keskin davolg'ish va o'zgarishlarni boshdan kechiradi. Balki dastlabda cho'chish, titrash, g'azab, tan bermaslikdan bora-bora umidsizlanib, bu taqdirni qabul qilishga aylanadi. Bu xil qabul qilish oddiy murassa qilish emas, balki psixikalik kurashdan keyin reallikni amalsiz e'tirof qilish. Shu sababdan ajal o'qi beshining kayniga batlanganda ular sukutni tanlashi, balkim ishki tinchlik sababidan yoki so'zlashga amalsizlikdan yetishgan. Ularning barliq energiyasi hayotning oxirgi vaqtiga taqobil turishga markazlashgan. Ba'zilar ishki qo'rqinishdan butun badani palash bo'lib qolgandek tizilib o'ltirib yiqilib tushadi. Har qanday odatdagi bir odam o'lim jazosi ijro qilingan vaqtda yuragi cho'qim qo'rqish bilan siqiladi. Chunki hayot bir odamga faqat birli qitim tava. Hech kim bundaq o'limni kutmaydi va xohlamaydi. Bu sanoqsiz etib ko'ydirilib, belgisiz azgonlarga ko'milib qo'yilgan Uyg'urlarni xotirlaydigan xotira sariya va obidalar tiklanadigan kunlarmi kelami? Bu etib o'ldirilganlarning nurg'unlari shu davrda Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun jon berganlar. Ba'zi Uyg'ur ziyolilarining tadqiqotiga asoslanganda 1950-yildan 1970-yilgacha G'o'ljida 20 qatimdan ortiq qo'zg'alon bo'lgan ekan. Ba'zilarining ko'lami cho'ngaroq, ba'zilarining kichikroq. Isroiliyaning 15 xotir sariya va obidasi bor. Buning ichida cho'ng qirg'inchilik xotira muzeyida zo'r miqdordagi arxiv materiallari va ziyonkashlikka uchirg'uvchilar to'g'risidagi uchurlar bor. Isroiliya qurilgandan keyin cho'ng qirg'inchilik tarixini eslash, milliy kimlik va milliy iqtidorni barpo qilishning muhim mazmuni deb qaraldi. Xotira sariya orqali natsistlarning vahshiyligini va yahudilarning azob oqibat oldida qaysarligini dunyoga namoyon qilib keldi. Agar Uyg'ur tashkilotlar biror yerda mushundaq muzeydan birini qurib qo'ysa, bu muzey asta-asta uchurlar bilan to'liqlanadi. Bu uchurlar Uyg'urlardan emas, balki nurg'un boshqa ellardan to'liqlanadi va tez dunyoning diqqatini tortadi. Xitoyning bu ochiq-oshkora ommaga qaratib qo'yib, Uyg'urlarni etib o'ldirishi dastlabda Uyg'urlarning ichida qo'rqish, dakkuduka va aloqsadi paydo qildi. Vaqtning o'tishi va bundaq o'ltirishlarning pat-pat bo'lishiga ergishib, Uyg'urlar qarmoqqa ancha parvo qilmaydigan bo'lib qoldi va sezimni yo'qotdi. Odam bexutlashganda go'mish holatga tushib, tragediyalik sahnaga qarab salmoq va erkin ozoda ishlarni qilaveradigan bo'lib qoladigan o'xshaydi. Uzun muddat zo'ravonlik va qo'rqinchli qurshovida yashagandan keyin nurg'un Uyg'urlar izzat hurmatini va eng tuvan xislatini yo'qotib qo'ydi. Amaliyotda bundaq kuchli Xitoyga qarshi turish intayin mushkul. Haqiqatga uyg'un emas deb qaraydiganlar bo'lib qoldi. Bu to'xtamas qonli qirg'inchilikda Uyg'urlardagi o't yurak, jigarlik va vijdonli kishilar qattiq qiyin qistoqlar bilan har xil usulda o'ldirildi. Har bir isyon, har bir qo'zg'alon, har bir harakatdan keyin Uyg'urlarning tizi texmi pukildi, bo'yni texmi egildi. Jallatning qilichi bo'yniga texmi cho'nqirlab patdi, qiyni texmi ko'p oqdi. Hayot kechirishi texmi qiyin bo'ldi. Genimizda jallatga bo'lgan qo'rqish va itoat ko'paydi. Bu Uyg'urlarni etib o'ldirish bo'lgandan keyin bularning oilasiga berib o'q pulini to'latdi. Jazo maydoniga xalqlar otgan jarayonni ko'gini boratdi.
Bu avamlar ichidagi Uyg'urlarmi xeyli bor edi. Menmi bir qatim jazo maydoniga borgan edim. Bu maydonni va ijro qilish jarayonini ko'rganda bir xil go'mish holatda turib qolgan edim. Chiroyimda xush tabassum yo'qoldi. Bexudlik meni bostimi uqmayman. Sezimimni yo'qotgandek qetib qolgan edim. Men ichimda ey Xudo, meni bundaq ahvoldan saqlag'aysan deb duo qilgan edim. O vaqtlarda mening dadam asosan idorada og'rib tekshirishda bo'lib, uyga haftada bir qatim keladi. Jazo maydoniga borganligimni titirgan ovozda opamga so'zlab bersam, opam qattiq ranjigan va undaq maydonga qat'iy bormasligimni aytgan. Men bir necha kun uxlayolmay kechada qor terga cho'milgan edim. Bu ko'rinish mening hayotimda zodili tarixga aylanmadi. Aslimimdan o'chirib o'tishga intilishimga ojizlik qilib keldi. Xitoyizm Uyg'urlarga elib borgan qirg'inchilikning bir necha xususiyati bor. Xitoyizm Uyg'urlarni izo ahonat qilish, bulang-talang qilish, past ko'rish, dafsanda qilish, tutqun qilish, turmaga solash, o'z xohishi bo'yicha o'ltirishni qonunlashtirdi. Men bu yerda davatgan qonunlashtirish yezilgan qonunga, hatto o'zining qonuniga asosan qonunlashtirish emas, balki Uyg'urlarga bo'lgan o'chmanlikdan yetishib chiqqan ideologiya va ong formasini asos qilgan qonunlashtirish. Ya'ni Uyg'urlarni har xil shaklda yo'qotish Xitoyizmning yadro o'zaki bo'ldi. Lager shoidi Mehrgul Tursunni Xitoy qo'lga olganda, Mehrgul Tursun meni nima uchun qo'lga oldinglar deb so'rasa, sening Uyg'ur bo'lganliging uchun deb javob bergan ekan. Va o'lgan bolasini bir parcha to'n go'shtek qo'liga tashlab bergan ekan. Bu xil qonxo'rlik Xitoyizmda esil axloqiy majburiyatga aylandi. Begunoh kishilarni ochiq-oshkora o'ltirish normallashib ketdi. İnsaniyet tarixida odam o'ltirishdan xushal bo'ladigan va muboraklaydigan axloq majburiyatiga aylantirgan mundaq hokimiyat bo'lib boqmagan. Bu xil tamoman qonunsizlik bilan inson axloqining oxirgi chekini dafsanda qilib, bir millatni keng ko'lamda o'ltirishni to'liq qonunli qilish Xitoyizmning bir xususiyati. Xitoyizmning ikkinchi xususiyati odatdagi kishilarni jallodga aylantirish. Xitoylar o'ltirgan ko'p sondagi Uyg'urlar inqilobchilar emas. Normal turmushini kechirib ketib qolgan oddiy fuqarolar edi. Bu Uyg'urlarni o'ltirgan qotillarmi oddiy Xitoy fuqarolari edi. Nayt az sondagi Uyg'urlarmi bor edi. Xitoyizm o'zining fuqarolarini Uyg'urlarni o'ltirganda barliq axloqiy yukdan xoli bo'lishini, odam o'ltirishni bir xil oliyjanob ishning va vatanparvarlikning muhim tarkibiy qismi deb tonishini to'xtamay ta'kidlaydi. Uyg'urlarni bo'lguncha oshqun, terrorist, urush chiqish bulash usullari, qaloq, vayron, jin shaytonlar degan atalg'ular bilan ayblaydi. Bu tarbiyada Uyg'urlarga elib borgan qirg'inchiliklarni noahlilarga elib borgan tozalash deb davron soladi. Bundaq tarbiyada yashagan Xitoy fuqarolari Uyg'urlarni o'ltirsa, hayvonni o'ltirgandek hech qanday axloqiy yuki bo'lmaydi. Uyg'urlarni o'ltirish ideyaviy qonunga aylangandan keyin zo'ravonlik kishilarning kundalik turmushiga aylanadi. Davomi bor.